Har doimgidek onajonlarni o'ylagan holda farzandiga maktabga berib yuborish uchun juda ham mazali bulochka retsepti bilan bo'lishaman. Idishga suv, quruq sut, dro'jji, shakar va unni solib aralashtirib 15 minutga ustini yopib qo'yamiz va appara oshishini kutamiz. Appara tayyor. Endi eritilgan sariyog', tuz, vanilin, tuxum va unni qolgan qismini solib, yumshoq qo'lga yopishmaydigan xamir qoramiz. Ustini yopib 1 soatga oshishga qo'yamiz. Mana xamirimiz chiroyli bo'lib oshib chiqdi. Men har doimgidek halol va mazali sag'bon sosiskalardan foydalandim. Sosiskalarni videoda ko'rsatilgandek kesib olamiz. Oshgan xamirimizni mayda zuvalalarga bo'lib, videoda ko'rsatilgandek qilib o'rab, uzun lenta hosil qilamiz. To'g'ralgan sosiskalarni ketma-ket qo'yib, videoda ko'rsatilgandek o'rab, ustiga tuxum va sut aralashmasini surib, biroz oshiramiz. Xohishga ko'ra kunjut sepib, qizib turgan duxovkada qizarguncha pishirib olamiz. Mana juda ham chiroyli va mazali bulochkalarimiz tayyor. Albatta tayyorlab ko'ring.